Yaqindagina bo'lib o'tgan klublar o'rtasidagi jahon chempionati finalida Chelsea kutilmaganda PSJni mag'lub qilib, jahon chempioniga aylanishgandi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi esa Cole Palmer 2 ta gol va 1 ta assist bilan PSJni bir o'zi mag'lub qildi desak ham bo'ladi. Aynan ushbu o'yindagi ko'rsatgan performansi Oltin to'p ro'yxatida 8-o'rinni egallashiga juda katta hissa qo'shgan. Albatta, Chelsea jamoasi sifatida ham juda yaxshi o'yin ko'rsatishdi, lekin Cole Palmer o'sha oqshom boshqacha edi. Uchrashuvdan keyingi intervyusida esa albatta bu juda yoqimli hissiyot. O'yindan oldin hammamizni mag'lub bo'lishimizni kutishgan esa yanada yoqimliroq qiladi deb aytgan va yaqin o'tmishda bundanda yaxshiroq individual performanslar kuzatilgan. Ya'ni bir futbolchi butun o'yinni hal qilib ketgan hodisalar. Va bugungi videoda shularni ko'rib chiqamiz. Agar ushbu video 2000 ta like yig'sa, ushbu rolikning ikkinchi soni chiqariladi. Endi boshladik. Yamal Interga qarshi. 10-o'rinda Lamine Yamal o'tgan mavsum Chempionlar Ligasi yarim finaldagi Interga qarshi performansi uchun, aynan mehmondagi 4-3 hisobda yakunlangan o'yin uchun. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi Yan Zomer bo'lganiga qaramay, ko'pchilik nashrlar aynan ispaniyalik wunderkindni e'tirof etishgan. O'sha kecha Yamal Barselonani Chempionlar Ligasi finaliga olib chiqish uchun qo'ldan kelgan barchasini qiladi. 9 ta yo'llangan zarba va 1 ta darvoza to'sinini poylash, 14 ta muvaffaqiyatli dribling, 23 ta duellardagi g'alaba hamda 2 ta kalit pas bilan Barselonaning deyarli barcha hujumlarini tashkil qilgan. O'sha kecha aynan Yan Zomerning nereal o'yini uchungina Yamal maydonni golsiz tark etadi va Chempionlar Ligasidan ham chiqib ketadi. Neymar PSJga qarshi. Keyingi futbolchi Neymar va uning PSJga qarshi prime performansi. Barselonaning 6-1 hisobdagi super comeback'ini barchangiz eshitgansiz. Bunga ko'p to'xtalmaymiz. Lekin o'sha kecha Neymar barchadan-da ko'proq Chempionlar Ligasida keyingi bosqichga chiqishni xohlagan. 9.5 ball, 2 ta kalit pas, 2 ta gol va 1 ta assist hamda 1 ta ishlangan penalti bilan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisiga aylanadi. Hatto Messi o'sha kuni 708 ball olgan. Neymar aynan uchrashuvning 88-daqiqasidan keyin sahnaga chiqib keladi. Eng kerakli paytda. Oldin jarimadan super gol urib, so'ngra Suarez ishlagan penaltini aniq ijro etib, hisobni 5-1 ko'rinishga olib kelgan va 95-daqiqada Sergio Robertoga assist qilib, Barselonaning comeback'ini yakunlaydi. Aynan ushbu o'yindan keyin parijliklar Neymarni 222 million yevro evaziga Barselonadan tortib olishgan. Ronaldinho Real Madridga qarshi. 8-o'rinda Ronaldinho Real Madridga qarshi performansi. 2005-yil El Clasico Santiago Bernabeu. Real Madridning yulduzli tarkibiga qarshi Ronaldinho haqiqatdan ham bir o'zi turib berib Santiago Bernabeudagi Real Madrid muxlislarini qarsak chalishga majbur qilgan. Shunchaki Realning tarkibiga e'tibor bering. Ronaldo Nazario, Zidane, Raul, Beckham, Robinho, Roberto Carlos, Ramos hamda Casillas. Birinchi taymda Messining pasidan keyin to'q hisobni ochadi va 1-0 bilan yakunlanadi. Ikkinchi taymda Ronaldinhoning master klassi, 2 ta gol va 3 ta aniq zarba. U futbolchilarga ball qo'yish sistemasi hali yo'q edi, lekin aniq Ronaldinho 10 ballni qo'lga kiritgan bo'lardi. 66-daqiqada Real Madridning himoyasini bir o'zi yechib gol kiritgan. Ikkinchi gol ham super texnika evaziga Ramos qanotidan kirib borib, uzoq burchakka gol kiritadi va aynan ushbu goldan keyin Bernabeu uni tik turib olqishlagan. Bu yil esa, ya'ni 2025-yilda Barselona ushbu El Clasico xotirasiga maxsus formalarini ishlab chiqardi. Messi Arsenalga qarshi. Keyingi futbolchi Lionel Messi 2010-yilgi Chempionlar Ligasi chorak finaldagi Arsenalga qarshi uchrashuvi. Birinchi o'yin Londonda 2-2 hisobi bilan yakunlanadi va Camp Nou'da javob o'yinda Bentnerning goli evaziga Arsenal oldinga chiqqan. Keyin 21 daqiqa ichida Messi hat-trick qayd etib, birinchi taymning o'zidayoq hisobni 3-1 ko'rinishga olib keladi va o'yin so'ngida yana bitta gol urib comeback'ni yakunlagan. Endi gollarga birma-bir to'xtalsak. Birinchi gol shunchaki ajoyib, jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba bilan hisobni tenglashtiradi. Ikkinchi golda Pedroning pasidan keyin darvozabon ustidan oshirib qo'yadi va 3-gol shedevr. Keitaning uzatmasidan keyin Messi darvozabon ustidan to'pni parashyut ustida tashlab qo'yib gol kiritadi. 4-gol ham juda chiroyli. Barcha Arsenal himoyachilaridan o'tib, darvozabonning oyoqlari orasidan gol kiritadi. Xullas, ushbu o'yinda Barselona qiynalib turgan paytida aynan Messi ularni Chempionlar Ligasidagi keyingi bosqichga olib chiqadi. Ronaldo Ispaniyaga qarshi. 6-o'rinda Cristiano Ronaldo Ispaniyaga qarshi 2018-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichida. Ushbu uchrashuvdan oldin ko'pchilik muxlislar Ispaniya g'alaba qozonishini kutishgan. Albatta, tarkibi kuchli va stabil. Portugaliyada esa nomdor futbolchilardan faqat Ronaldo hamda qarib qolgan Pepe. Lekin faqatgina Ronaldoning o'zi ushbu o'yinni hal qilib ketgan. Oldin 4-daqiqada penalti ishlab hisobni ochadi. Keyinchalik jarima maydoni tashqarisidan zarba berib gol kiritadi. De Geaning ajoyib xatosi evaziga va 58-daqiqada Nacho gol kiritib Ispaniyani oldinga olib chiqqan. Endi o'yinning qolgan qismini ispanlar to'p nazorati bilan o'tkazib g'alabani ilib ketish kerak edi. Lekin Ronaldoning 88-daqiqadagi jarima zarbasi ushbu o'yinning bezagiga aylanib, hisobni 3-3 ko'rinishiga keltirgan. Ronaldo o'sha o'yinda 907 ballni qo'lga kiritib, o'yinning eng yaxshi futbolchisiga aylanadi. Afsuski, Portugaliya guruhdan chiqishi bilan Urugvayga duch kelib, turnirni tark etishadi. Mbappe Argentinaga qarshi.
Keyingi futbolchi siz kutgan Kylian Mbappe va uning Argentinaga qarshi jahon chempionatidagi performansi. Nega u birinchi o'rin emas? Axir mundial finalda hat-trick qayd etib, deyarli chempion bo'ldi deyishingiz mumkin. Aynan deyarli so'zi uchun Mbappe 5-o'rinni egallamoqda. Qolaversa Kylian o'z terma jamoasi bilan 80-daqiqagacha umuman yaxshi o'yin ko'rsatishmadi. Hat-trickning 2 goli ham penaltidan kiritilgan. Lekin baribir final tugashiga 10 daqiqa qolganda deyarli barcha Argentina chempion bo'lishini kutishgandi. Toki Mbappe 2 daqiqada 2 ta gol kiritib, o'yinni o'zgartirib yubormagancha. 805 ball, 3 ta gol, 4 ta muvaffaqiyatli dribling hamda penaltilar seriyasidagi kiritilgan goli bilan Mbappe shubhasiz jahon chempionati finallaridagi eng yaxshi o'yinlardan birini ko'rsatdi. Balki ushbu vaziyatda Randal Kolo Muani to'pni Mbappega oshirganda poker qayd etib, umuman futbolni o'zgartirib yuborgan bo'lardi. Zidan Braziliyaga qarshi. 4-o'rinda Zinedine Zidane va uning Braziliyaga qarshi jahon chempionatidagi o'yini. 1998-yilda Fransiya Braziliya bilan mundial finalgacha yetib boradi. Ikkala jamoa tarkibi ham juda kuchli va yulduzlarga boy. Ronaldo Nazario, Cafu, Roberto Carlos, Rivaldo, Dunya, Zidane, Bartes, Emmanuel Petit va Fransiya terma jamoasining hozirgi bosh murabbiyi Didier Deschamps. Lekin ushbu futbolchilar orasida Zidane yaqqol ajralib turgan. Finalda 2 ta gol va maydonning 80%ni egallab, Braziliya to'pni nazorat qilishiga umuman yo'l qo'ymaydi. Zidane ikkala gol ham burchak zarbasidan keyin bosh bilan darvozani ishg'ol etib, Fransiyani chempionlik sari yetaklaydi. Aynan jahon chempioni bo'lgan sabab va finallardagi super performansi uchun 1998-yilda u oltin to'pni qo'lga kiritgan. Kylian Mbappega ham 2023-yilgi oltin to'pni qo'lga kiritish uchun aynan finaldagi kubok yetishmagandi. Thibaut Courtois Liverpoolga qarshi. Ro'yxatdagi birinchi darvozabon so'nggi yillarning eng stabil hamda ishonchli kiperi Thibaut Courtois va kutganingizdek uning 2022-yilgi Chempionlar Ligasi finaldagi Liverpoolga qarshi o'yini shubhasiz manjonli ko'rgan darvozabonlar ichidagi eng top performans. Realdan o'sha finalda Benzema va Viniciusning ishonchli o'yinini kutishgandi. Lekin uchrashuv boshlangandanoq Liverpool keskin pressing qilib, Realga umuman nafas olishga yo'l qo'ymaydi. Madrid muxlislari xafa bo'lishmasin, lekin ushbu finalda Realning omadi keldi desak ham noto'g'ri bo'lmaydi. Statistikaga e'tibor bering. Zarbalar 24 ga 4, burchak zarbalari 6-2, to'p nazorati 55 ga 45, save'lar 9 ga 0, ya'ni Alisson umuman save qilmagan. Courtois esa ushbu uchrashuvda 9.5 ballni qo'lga kiritib, finalning eng yaxshi futbolchisiga aylanadi. Hatto Jurgen Klopp ham finaldan keyin o'sha kecha Courtoisda 12 ta qo'li bor edi deb intervyu beradi. Cristiano Ronaldo Atletico Madridga qarshi. Navbatdagi futbolchi katta o'yinlarda sahnaga chiqadigan Cristiano Ronaldo va albatta gap 2009-yilgi Atleticoga qarshi javob o'yinidagi uning afsonaviy hat-trick haqida ketmoqda. Birinchi o'yinda Atletico o'z uyida 2-0 hisobda yutib olgandan keyin ko'pchilik bu juftlik taqdiri allaqachon hal qilindi deb o'ylagan. Chunki Simeone Atletico Madridda so'nggi yillarning eng ishonchli himoya chizig'ini shakllantirib, La Ligada 27 ta o'yinda atigi 17 ta gol o'tkazgandi. Chempionlar Ligasida esa butun mavsum davomida bor yo'g'i 6 ta gol. Lekin o'yin boshidan boshlab Juventus bosimni oshiradi. Ronaldo boshi bilan 2 ta gol urib umumiy hisobni tenglashtiradi. 2-2. 86-daqiqada esa penalti va albatta to'p oldida Cristiano Ronaldo. U xotirjamlik bilan zarba berib, hat-trickni rasmiylashtiradi. 3-0. Atletico butun o'yin davomida darvozaga bitta ham aniq zarba bera olmagan. Sheyzni butun uchrashuv davomida birorta ham save qilmaydi. Ya'ni Atletico hujumda mutlaqo yo'q edi. Messi Manchester Unitedga qarshi va so'nggi futbolchi 2011-yilda Fergusonning Manchester Unitedini bir o'zi mag'lub qilgan Leo Messi. Uchrashuv prevyusi juda shiddatli edi, chunki Fergusonning jamoasi Angliyaning amaldagi chempioni, Guardiolaning Barselonasi esa o'zining pik davrida bo'lgan. Lekin o'yin boshlanishi bilan Barselona Manchester Unitedga umuman nafas olishga yo'l qo'ymagan. Messi aldamchi 9lik pozitsiyasida o'ynab, Giggs, Carrick, Park Ji-sung, Rio Ferdinand hamda Nemanja Vidichni ko'rdim demay o'ynaydi. Harakatlari juda yengil, uzatmalari esa aniq va o'ta keskin. Messi ushbu o'yinda bitta gol urgan bo'lsa-da, Barselonaning barcha hujumlarini o'zi yuritgan. 15 ta dribling, 5 ta zarba, 4 ta golli vaziyat yaratish va 92% paslar aniqligi. Hujum boshlovchi futbolchi uchun 92% bu nereal ko'rsatkich. Uchrashuv taqdirini o'zgartirgan lahza esa 54-daqiqada keladi. Hisob 1-1 bo'lib turganda Messi markazda to'pni qabul qilib, oldidan ochilgan bo'sh maydonni ko'radi va taxminan 25 metr masofadan chap oyoq bilan Edwin van der Sarning darvozasini ishg'ol qilgan. Yakuniy nuqtani esa 70-daqiqada o'sha mashhur driblingga qo'yadi. Messi o'ng qanotda Evra va Nanini orasidan o'tib, jarima maydoniga kirib ketadi va himoyachilarni o'ziga tortib, Villaning ajoyib goliga sabab bo'ladi. 3-1. Biz Leo Messini to'xtata olmadik. Bu jamoa men ko'rgan eng kuchli raqibim edi deb Ferguson o'yindan keyin intervyu bergan. Do'stlar, shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Aytib o'tganimdek 2000 ta like va keyingi top 10 talik videosini yozishni boshlaymiz. Ishontirib ayta olamanki, ikkinchi qism ham juda qiziqarli bo'ladi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, o'zingizni asrang.